El Clasico oldida Real Madrid va Barselonani bir-biriga qarshi o'ynagan barcha finallarini, g'alaba qozonish faktorlarini va kim kuchliroq ekanligini hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Ungacha siz kommentariyaga o'yinni to'g'ri hisobini va uchrashuvdagi gollarni kimlar kiritishini to'g'ri topsangiz, ilk 3 ta odamga o'yindan keyin 200 ming so'mdan pul mukofotini tashlab beraman. Sharti menga obuna bo'lgan bo'lsangiz yetarli. Unda boshladik. Demak, Barselona va Real Madrid umumiy 18 ta finalda o'ynashgan. Bundan 7 tasida Barselona g'alaba qozongan, 11 tasida Real Madridning qo'li baland kelgan. Ustunlik madridliklar tomonidan. Bu tabiiy, chunki qirollik klubi odatda finalda hech qaysi klubga imkon bermaydi. Shuning uchun ham sovrinlar ularda talaygina. Ammo lekin biroq faktni dahshatini eshiting. Barselona murabbiyi Hansi Flick faoliyati davomida hech qanday finallarda mag'lub bo'lmagan. 7 ta final, 7 ta g'alaba. Bu chempionliklarning oxirgi 2 tasi Realga qarshi qo'lga kiritilgan. Ispaniya Superkubogi va Copa del Rey sovrinlari. Bu degani Realning finallardagi hegemonligi Flickning Barsasiga hozircha umuman ish bermayapti. Bu faktorlar esa 11-yanvar oqshomi soat 00:00 da King Abdullah stadionida bo'lib o'tadigan final El Clasico'ni dahshatli darajaga olib chiqmoqda.